manzarani qarang. Hamma joy olma bog', naryoqda parniklar. O'zimizda paxta bilan g'allani, bug'doyda qanday eksa bu yerda shu meva sabzavotga, mevaga asnomda urg'u bergan ekan. Olma bog'i kattaligiga qarang. Bunaqa bog'lar hamma tomonda bor. Shu kichkina joyda 5-6 ta mana shunday katta polyada bog' bor ekan. U tomonda mana parniklar ko'rinib turibdi. Hammasi katta. Shu agarodga nima yetishtirilsa hammasi o'zlariga ketgan. Bu chetga eksport qilish yoki bir boshqa navlari yo'q ekan. Shu aholisi uchun ta'minlashga ketgan mana shu narsalar. O'zlarini shu yerda Angliyadagi odamlar sotib olib qo'ygan. Hammasini. Olmalar to'gilib yotdi mana tagida. Hosilni terib olgancha terib olingan, qolgani yerga to'gilib turibdi. Like'ni bosing, kommentariyaga fikrlaringizni yozing. Videolarni qo'yib borishda davom etaman. Nima qiziq bo'lsa, shunga qarab video qo'yib ketaveramiz. Hammaga rahmat. Ana ko'rinib turgan qishloqchadagi joy. Bizning yotoqxonamiz shu yerda. Karavanimiz. Assalomu alaykum. Hammaga bugungi mana ishimizni davom ettiryapmiz. Mana yerda qiziq holat. Olma polyani qarang. Bog'da olma yerda to'kilib yotibdi pishib. Uni yerdagisini sartarafga qilib ajratib oladi menimcha. Yashili ham bor, qizili ham bor, har xili. Biz bu tomonda ishlaymiz parnik ichida. Videolarni kuzatib boring, like'ni bosing. Hozircha yomg'ir yo'q. Yomg'ir yog'ib qolsa agar ishimizni to'xtatsak kerak.